Masalan ichimizda kimdir bu safarni 30 yildan beri kutyapti, kimdir 40 yildan beri kutyapti. Masalan necha yildan beri orzusida, endi bu 40 yil kutilgan safar 15 kungina xolos. Endi shu 15 kunlik demak safar insonga umrining oxiriga davr unga iymoniy quvvat beradigan, eslaganda bir qalbiga xursandchilik kiradigan, har qanday vaziyatda shu safarini bir eslasa qalbi rohatlanadigan qilib safarini mana shu yerda nima qilish kerak, o'zi tashkillatish kerak va sizlardan keyingi hojilarga ham mana shunga da'vat qilish kerak. Shuning uchun bu yurtda endi birov haj nomiridan keltirsa sho'rmabozlik va hokazo tadbir shunaqalar mayli yaxshi, bu ham ehson, lekin bu narsalar ommatan urfga aylanib ketmasligi kerak. Bu odamlarni biz eshityapmiz. Borardim, pulim bor, kelib olib keldik ketdiga, qo'yga, sho'rvaga, oshga pulim yo'q deyapti. Bu o'sha odam gunohkor bo'ladi. Chunki sho'rva qilish, osh qilish bu urf emas bu narsa. Birovni safarga puli bo'lsa-yu, shuni keldi ketdini nimasidan qochib umraga bormasa bu durust emas. Shuning uchun kelib birov men keldim, bir kelib ehson qilaman desa, so'kib beringlar. Buna qilma. Bu hamma xalqni yig'ib olib, buna qilma. Bu bo'lmaydi bu narsa. Bu hojilardan ular padarlik kutgani